Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugun oxirgi amaliy mashg'ulotimiz 9-amaliy mashg'ulot. Bu mashg'ulotda 3 ta masala ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi mashg'ulotimizda demak 2 vintli kompressorning talab qiladigan quvvatni hisoblash bo'yicha ekan. Masala shartini ko'radigan bo'lsak, mana o'sha 2 vintli kompressorning tasviri ko'rsatilgan. Shartini ko'rib chiqadigan bo'lsak, havo bosimi demak P1 0.6 megapaskaldan P2 1.8 megapaskalgacha ko'tarish uchun vintli kompressor berilgan. Kompressorning nazariy unumdorligi 3 metr kub taqsim minutiga teng. Hisoblashlarda adiabatik foydalanish koeffitsiyenti demak 0.76, havoning adiabatik ko'rsatkichi K 1.4 deb qabul qilinsin. Kompressorning talab qiladigan quvvati demak hisoblansin. Hisoblashda adiabatik siqishda vintli kompressorning nazariy quvvati quyidagi formula orqali topiladi. Demak, uni kerakli masala shartidan olib, demak hisoblaganimizda 38.7 kilovat chiqdi. Demak, adiabatik demak nazariy quvvati hisoblagandan so'ng kompressorning quruq siqishdagi talab qiladigan quvvatini hisoblar ekanmiz. Demak, uni foydalanish koeffitsiyentiga nisbatiga olsak 51 kilovatni tashkil qilar ekan. Demak, berilgan 2 vintli kompressorning talab qiladigan quvvati 50 kilovatga teng ekan. 51 kilovatga demak teng ekan. Talabalarni mustaqil bajarish uchun variantlar albatta keltirilgan. Ularni ham o'rniga qo'yib o'zingiz hisoblab masalani ishlab qo'yishingiz talab etiladi va modulga joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Har kim o'z variantini hisoblasin. Keyingi masalamiz 2 vintli kompressorning talab qiladigan quvvatini hisoblash. Demak, vintlar juftligi mana berilgan, tasvirlangan. Demak, shartga ko'ra unumdorligi 10 kubometr metr kub bo'lgan 1 minutda beradigan 2 vintli kompressor berilgan. Ishchi muhit temperaturasi 20 gradus Selsiy havo. Kompressorda havoni siqish bosimi 0.1 megapaskaldan demak 0.6 megapaskalgacha ekan. Vintlar va korpusdan sizib chiqadigan havoning hisobiga oluvchi koeffitsient demak 0.2 ga teng. Kompressor ichidagi adiabatik foydalanish koeffitsiyenti 0.8 va mexanik foydalanish koeffitsiyenti 0.95 ga teng ekan. Hisoblashlarda havoning adiabatik koeffitsiyenti demak 1.4 ga teng va havo uchun gaz doimisi 286 joule taqsim kilogramm kelvin deb qabul qilinsin. Kompressor talab qiladigan quvvat hisoblansin. Hisoblashda demak kompressorning solishtirma ishi hisoblaymiz. Demak, mana quyidagicha keltirilgan masala shartidan olib, demak mana shu o'rniga qo'yganimizda demak 196.068 joule taqsim kilogrammga teng bo'lar ekan ish. 20 gradusdagi havo zichligi 1.2 kilogramm taqsim metr kub bo'lgan havoning massaviy sarfi G ni aniqlaymiz. Demak, mana oddiy formula bilan hisoblaydigan bo'lsak, demak 12 kilogramm taqsim minutga teng bo'lar ekan. Kompressorning quvvatini hisoblashda ishchi muhitning kompressor vinti va korpusdan sizib chiqishini hisobga oluvchi koeffitsiyentni hisobga olish zarur. Bu esa qo'shimcha quvvatni talab etadi va bu koeffitsiyentni hisobga olgan holda havoning massaviy sarfi yig'indisi G yig'indi quyidagicha topiladi. Demak, mana bu formula qo'yganimizda 12.124 kilogramm taqsim minutga teng bo'lar ekan. Shundan so'ng adiabatik va mexanik foydalanish koeffitsiyentlarini hisobga olgan holda kompressorning quvvati aniqlanadi va uni qo'yganimizda 52.6 kilovat tashkil etdi. Talabalarni mustaqil ish bajarish uchun kerakli variantlar keltirilgan. Mana variantlarni olib hisoblashingiz mumkin. Amaliy mashg'ulotimiz demak markazdan qochma kompressorning talab qiladigan quvvatini hisoblash. Shart bo'yicha 3 bosqichli markazdan qochma kompressorni berilgan uning ishchi g'ildiraklari bir xil. Kompressor hajmi
sarfi 120 metr kub taqsim minutga teng. Zichligi 1.2 kilogramm taqsim metr kub va temperaturasi 20 gradus Selsiy bo'lgan havoni haydayapti. Kompressor ishchi g'ildiragini aylanma tezligi demak 260 metr sekund. Bir bosqichli naporning nazariy koeffitsiyenti 0.85. Kompressorning umumiy foydalanish koeffitsiyenti 0.9 ga teng. Birinchi bosqichda ishqalanishni hisobga oladigan koeffitsiyent demak 0.7, sizib chiqishni hisobga oladigan koeffitsiyent 0.9 ga va qolgan bosqichlarda yo'qolishlarni hisobga oladigan koeffitsiyent 1% ga oshib boradi. Yuqoridagilarni inobatga olib kompressor talab qiladigan quvvat hisoblansa. Mana ko'p bosqichli demak markazdan qochma kompressorni sxemasi hisoblashlarini amalga oshiradigan bo'lsak, gazni siqishga ketgan quvvat quyidagi formula orqali hisoblash mumkin. Mana shu formula berilgan. Demak, formula I bosqichlar soni hisoblanar ekan. Masala shartiga ko'ra ishchi g'ildirakning bir xilda bo'lib, ularning aylanma tezliklari nazariy napor koeffitsiyenti ham bir xil. Shuning uchun formula quyidagi ko'rinishga yozishimiz mumkin. Demak, mana bunday ko'rinishga yozishimiz mumkin ekan. Birinchi bosqich uchun demak mana hisoblashlar olib boriladi va 1.16 ga teng bo'lar ekan. Shundan so'ng keyingi bosqichda yo'qotishlar 1% bo'lgani uchun ikkinchi bosqichda qiymat 1 plus demak beta t plus beta p qiymat quyidagicha demak bo'lar ekan. Va uni amalga oshirganimizda 1.26 ga teng bo'lar ekan. Uchinchi bosqichda esa 1.36 ga teng bo'lar ekan. Quvvat esa quyidagi ko'rinishga ega bo'lar ekan. Bunday hisoblashlarni olib boradigan bo'lsak, 424.5 kilovatni demak tashkil qilar ekan. Endi kompressor talab qiladigan quvvat quyidagicha bo'lishi mumkin. Uni foydalanish koeffitsiyentiga nisbat qilib olsak, 471.7 wattni tashkil qilar ekan. Demak, albatta talabalar, sizlar uchun yana variantlar bor. Bu variantlarni hisoblab o'zingiz masalani ishlab qo'yishingiz kerak va modulga joylashtirib keyingi bosqichlarga o'tib o'qituvchi havlasiga havola etishingiz talab etiladi. Shu bilan 9-amaliy mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' va salomat bo'linglar.